2025 yil ham ortda qoldi va biza bolajonlarimiz bilan kichkina qadamlar bilan bo'lsa ham lekin katta natijalarga erishdik. Bu narsani ayniqsa yil oxirida his qildim. Shu ayniqsa noyabr, dekabr oylarida shu ota-onalarni telefon qilib yoki ko'rishib qolganda gapirib bergan otsiflari bizani bir yil bekorga ishlamaganimizni ko'rsatib o'tdi. Men shu narsani juda ham yuragimdan his qildim. Chunki kimdir aytayapti, telefon qildi bir kun Nodir opa, taksiga chiqib qoldim, o'g'lim inostrans bilan bemalol gaplashib ketdi. Men o'zim ko'rib hayron qoldim, tushunmadim nima deganini, lekin uyga kelib so'raganda shunaqa gaplarni gaplashdik deganda to'g'risi Miltonni tanlab adashmaganimizga yana bir marta amin bo'ldim. Sizlarga katta rahmat deganda men his qildim biza bir yil bekorga ishlamamiz. Yana boshqa ota-onamiz aytibdi, o'g'limni maktabiga inostranslik kelibdi, chet ellik kelibdi, bemalol gaplashibdi. Bu narsani men ustozlardan eshitganimda undan ham xursand bo'ldim deb aytayotgan ota-onalarning quvonchi bizani eng katta quvonchimiz bo'ldi mana shu yil so'ngida. Va shu o'rinda men aytib o'tmoqchimanki, jamoamiz bizani eng katta kuchimiz. Hurmatli ustozlarimiz, sizlarni mehnatinglar, berayotgan biliminglar va eng muhimi bolajonlarimiz uchun samimiy mehr muhabbatinglar hech qachon yo'qolmasin. Mehnatinglar uchun kattakon rahmat va albatta Miltonga ishonch bildirgan minglab ota-onalarimizga undan ham katta rahmatlarim aytib qolaman. Ishonaman 2026-yilda farzandinglar bilan bundan ham katta yutuqlarga erishamiz. 2025-yilda ham ko'p o'zgartirishlar kiritdik, rivojlantirish uchun katta qadamlar qo'ydik va bu yil undan ham zo'r natijalarga erishamiz. 2026-yil siz uchun ham, farzandlaringiz uchun ham va Milton English School jamoasi uchun ham eng yaxshi muvaffaqiyatlar yili bo'lishini tilab qolaman.